Men 2008-yilda gepatit C bilan og'ridim. Mana shu Matlubaxon tabibda eshitib, ham doktorliklari uchun davolangani keldim. Bularni tuya sutidan o'sha yilda icha boshladim. Hamma aytgan parhezlarni qildim. Davleniyam ham oshib, yuqori oshardi. Davleniyam ham dori mana shu Matlubaxonni giyohlari tufayli mana hozir davleniyam ham oshmaydi. Shu avvali Alloh shifo berdi. Bular sabab mana shu sut bilan davolandim. Endi hozir oldini olish, qo'zimaslik uchun bahorda, kuzda davolanib turaman. Hozir juda davleniyam ham yaxshi. Hozir juda yaxshiman. Bularni juda ham ixlos bilan Allohga nima qilib ichaman. Ixlos bilan ichdim. Avvalo Alloh shifo berdi. Bular sabab bo'lishdi. Mana shu sut giyohlari ayniqsa meditsina dorilariga qaraganda juda ham sifati yaxshi. Hamma organizmga tinchlantiruvchi ta'sir qiladi. Ko'pchiliklarga aytdim. Xo'jayinim ham infarkt bo'ldilar. Ko'p kasal bo'ldilar, lekin shularni 3 oy davolang sutlarini ichib, 3 oy giyoh ichganlardan keyin hammani joylari soppa-sog' bo'lib ketdi. Mana hozir sog'lamman, Xudoga shukr men ham. Mana ko'pchilikka aytdim. Ko'pchiliklar qishloqlarimizdan tanish bilishlar kelib, hozir ham menga mana shu giyohlaridan aytib berib turishadi. Rahmat Matlubaxonga. Ilohim hamma kelganlar biz qatori Alloh shifo bersin. Bu sutlar, bu giyohlar bizga dori bo'lsin ilohim. Qizim ham yaxshi bo'lib qoldi. Sariq bo'lgan nabiralarim ham oldin bosh kuchaymasin uchun ichishdi. Hammalari yaxshi, Xudoga shukr.